Vatanimiz tarixidagi bugungi kunda yana vatanimiz mujohidlarining Xitoy tajovuzchilariga o'zini ko'rsatib qo'ygan, tajovuzchilarni xilli ig'ir talofatga uchratgan barin jihodi qo'zg'algan kun. Peygamberimiz dünyadan o'tgandan keyin sahabeler Allah'ın dinini yeyish uchun dunyoning taraf-taraflariga tarqalishdi. 4 xalifa zamonida musulmonlar O'rta Sharqni asosan fath qilib bo'lgan, islom xilofati dunyodagi cho'ng davlatlar qatoriga kirgan edi. 4 xalifadan keyin Amaviylar davridami islom dini to'xtamasdan dunyoning har qaysi taraflariga tarqaldi. Biz bugün şu fethilerden biri bo'lgan Andalus fethisi haqida to'xtalamiz. 800 yil islom hokimiyati bilan sharaflangan Andalus fethisi dal Ramazonning 9-kuni, ya'ni bugungi kunda boshlagan edi. Milodiya 711-yili Amaviylar valisi Musa ibn Nusayr ichki urushdan qalayimqanchilik ichiga patgan Ispaniyani atrofdagi davlatlarning yordamlashishi bilan Ispaniya xalqiga qilinayotgan zulmlarni tugutib, islom nuri bilan yoritish uchun fethiga atlandi. Bu urushning qo'mondoni orqaga chekinishga yo'l qo'ymaslik uchun o'zining kiyimlarini ko'ydirib tashlab, askarlarga mustahkam irodasini namoyon qilgan danglik qo'mondon Tariq ibn Ziyod edi. Qo'mondon 7000 kishilik qo'shin bilan jangga atlangandan keyin dushman sonining favqulodda ko'p bo'lganligidan xabar tepib, validan yordamchi qo'shin avatishni so'ragan. Islom qo'shinining soni 5000 kishilik yordamchi qo'shin bilan 12000 ga yetgan edi. Tariq ibn Ziyod rahimahulloh Andalusning bir necha shaharlarini fath qilib bo'lgandan keyin vali Musa ibn Nusayr va valining o'g'li ikki tarafdan ilgirlab 3 taraflamalik qo'shin bilan Andalusni fath qildi. Bu urushning g'alaba qilishidagi eng muhim omil islom qo'shinlarining moslashishchanligi, dushmanning ichki jihatning ittifoqsizligi va musulmon askarlarining Andalus xalqiga qilgan yaxshi muomalasi edi. Tarixdagi islom fathilarining maqsadi zamin kengaytirish yoki boshqa davlatlarning boyliqlarini egallash bo'lmaganligi uchun musulmon bo'lmagan davlatlarning fuqarolari musulmon askarlardan xotirjam, ularning o'ziga tinchlik olib kela oladiganligiga ishongan edi. Islom askarlarimi o'z amaliyati bilan musulmon emas fuqarolarga buni his qildirgan edi. Afsuski, bugungi kundagi ahvol dal aksicha bo'lib qoldi. Musulmonlar ojiz, ishonchsiz. Tarixda musulmonlarning oldida tiz bukkan Yahudi xristianlar ishonchlik va ulgu elinadigan ahvol shakllantirildi. Natijada musulmon avlodlari ularga havas qiladigan, ularni ulgu oladigan, ularning davlatlarida yashashga intiladigan ahvol shakllandi. Bu urushning g'alaba qilishidagi eng muhim omillar dal biz musulmonlarning bugungi passiv holatimizni ko'rsatib turibdi. Bugun biz musulmonlarning islom xalifaligini qo'lda berib qo'yganimizga dal 100 yil bo'ldi. Islom xalifaligining qo'ldan ketishi va musulmonlarning dunyo xarakterlik passiv holatga tushib qolishidagi eng muhim sabablar dushmanga qarshi ittifoqsizlik va ichki datalash bo'lib kelmoqda. Islom ummatining bir parchasi bo'lgan biz Uyg'ur musulmonlarimiz dushmanimizga mushu sabablar tufayli yengildik, davlatimizni qo'ldan berib qo'ydik. Vatanimiz tarixidagi bugungi kunda yana vatanimiz mujohidlarining Xitoy tajovuzchilariga o'zini ko'rsatib qo'ygan, tajovuzchilarni xilli ig'ir talofatga uchratgan barin jihodi qo'zg'algan kun. Barin jihodi 1990-yil 4-oyning 5-kuni qo'zg'algan edi. Shahid Zaydin Yusufning 700 ga yaqin mujohidni tashkillashi ostida olib berilgan, uzun vaqt tayyorlab qilingan barin jihodi Danish ismli bir munofiqning Xitoy tajovuzchilariga chiqib qo'yishi bilan muddatdan burun qo'zg'aladi. 4-oyning 5-kuni kechida Zaydin Yusuf qo'mondonligidagi 700 ga yaqin mujohidlar o'zlari yasagan miltiq va palti pichoqlar bilan yeziliq hukumatga hujum qilib, barin jihodini rasmiy boshlaydi. Jihad boshlanib, mujohidlar bir necha saqchini asirga olib, tapanjalarni g'animat oladi. Ularga yordam kelgan Xitoy saqchilarining tapanja va avtomatlarini g'animat oladi. Xitoy tajovuzchilarining tunji turkumga yetib kelgan 500 askar bilan rasmiy urushga kirdi. Bu jangda Zaydin Yusuf va sabdoshlari dushman askarlaridan bir nechasini o'ltirib, qurollari va so'zlash apparatlarini g'animat oladi va dushmanni chekindirdi. Uningdan keyin yordam kelgan Xitoy askarlari bilan baturlarcha urush qilgan Zaydin Yusuf shu kuni 26 yoshida shahid bo'ldi. Zaydin Yusuf qo'mondonligidagi soni mingga yetmaydigan bu mujohidlarning tikuchar urush aeroplani, tanka va to'liq qurollangan 22454 Xitoy askari bilan 5 kecha kunduz to'xtamasdan urush qildi. Mujohidlarning qo'mondonlaridan biri bo'lgan Mehmet Tursun 4-oyning 10-kuni bir qism mujohidlar bilan dushman muhosirasini bosib chiqib ketdi. Mehmet Tursun qo'mondonligidagi mujohidlar Qo'rshovdan chiqib 3-4 kun jarayonida nurg'un Xitoylarni jahannamga uzatib, o'zlarini qo'g'dashga yordam bergan Adil ismli bir munofiqni o'ldirdi. Bu jihatda jang ustida 232 mujohid shahid bo'ldi. 289 mujohid asirga tushdi. Asirga ilinganlarning qatoridan 103 mujohid o'lim jazosi berilib shahid qilindi. Chidamaslik va nomardlikda uchiga chiqqan Xitoy tajovuzchilari mujohidlarimizni shahid qilib bo'lgandan keyin mahalla xalqini uyma-uy kirib qar qo'yib qirib o'tdi. O'zidan keyin maydonga chiqqan mujohidlar uchun ulgu bo'lgan, Uyg'ur millati uchun o'z kimligini tonish fursati yaratgan, Uyg'ur millatining o'z dushmanini tonishiga vasila bo'lgan bu mujohidlarimizdan Allah razı olsun.
Bu mübarek günlerde şehitlerimizni rahmet bilen eslash bilan birga Allohning ularni Firdavs jannati bilan mukofotlashini so'raymiz. Islom fathisi va zulmga qarshi qilingan jihatlar bilan to'shaq bir oyda turish sifatimiz bilan bu oyning musulmonlarga ilib kelgan g'alabalarini inchki mohiyatlar bilan o'rganib, tadqiq qilib, g'alabaning manbasini tepib chiqaylik. Qaytadan o'rnimizdan turish uchun qo'limizdan kelgan barliq imkoniyatlar bilan harakat qilaylik. Shu mujohidlarimizni har vaqt o'zimizga ulgu qilaylik. Alloh bizni va vatanimizni tajovuzchilarning qo'lidan qaytarib oladigan shu muborak kunlarga ulaştırsın.